Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yaxshimisizlar? Xudo xolisa bu videoda sizlarga bundan oldingi videolarimda tushuntirgan Varokamni ishga tushirganim va undagi rezultatlar haqida gaplashamiz. Xudo xolisa ko'rayotganinglardek, biza Umid Innova degan ekspertimizga VSL, ya'ni o'sha lead magnet videosini oldik va u videoni syomka qildik, target videolarni syomka qildik va shu ketma-ketlikda Varokani hamma detallarini joyiga qo'yib chiqdik va sizlarga ketma-ket tushuntiraman. Biza birinchi target kreativlarni oldik va target yoqdik. Target yoqqanimizdan keyin odamga reklama chiqadi Instagramda. Chiqqandan keyin pastdagi tugmani bossa, shu saytga kiradi odam. Va bu saytga kirib, boyagi video darslik haqida ma'lumot oladi va bepul tomosha qilish degan tugmani bosadi. Bossa uni Telegram botga olib o'tadi. Botga kirib startni bossa, ko'rayotganingizda shunaqa tekst yuboradi-da, orqasidan video yuboradi. U videoni odam ko'radi-da va uni orqasidan mana bu ko'rayotgan tekstinglarni yuboradi. Mana videoni yubordi. Men bot qiladigan bolaga buni yumaloq video qilib tasha desam, bunaqa tashlab yuboribdi. Xudo xolisa buni to'g'rilab qo'yamiz va videoni yuboradi. Videoni odam ko'radi. Ko'rganidan keyin 30 sekunddan keyin u yuborilishi kerak. Mana keldi. Mana nima yoki mana farqi yo'q. Uni ham buni ham bossa, ko'rayotganinglarda o'sha YouTube'ga videoga olib kiradi. Lekin video ozgina ko'proq bo'lib ketgan, 1 minuti 51 1 soat 51 minut. 3000 ta odam ko'ribdi 20 soat oldin. Ko'rayotganinglarda mana. Va ko'rgandan keyin bot dars beradi, ilm beradi va oxirida kursini taqdimotini o'tkazib sotadi va ro'yxatdan o't degan link beradi. O'sha linkni ko'rasizlar, mana shu bo'ladi va odam kirib ismi, telefon nomerini qoldirib kursga ro'yxatdan o'tadi va call centerga lead tushadi, call center telefon qilib sotuvlarni qiladi. Endi men u sotuv nechta bo'ldi, nima hali aniq informatsiyaga emasman, chunki kecha soat 17:00 da reklama aktiv bo'lgan, hozir soat 12:30. Men sizlarga targetni rezultatlari bilan bo'lishmoqchiman. Men TOF va MOF auditoriyaga yoqqanman. Nimagaki bular bilan biz ishladik, saytlarga odam kirgan, tam yoki aytaylik Instagramlarga yangi auditoriya olib kirganmiz. O'sha MOF auditoriya chiqarib oldim va unga ham yoqdim $15 bir kuniga va TOFga $40 yoqdim. Ko'rayotganinglarda 35 va $13 sarflagan. 1300 ta 369 topga 3 sent va 4 sentdan. Frequency ham yomon emas. Bir hook rate 45, 38, 46, 34. Ko'rayotganinglarda target kreativda skriptlari chotki yozilgani shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Уже 40-45 plus bo'lyapti ikkalasi ham. Bu vashi super natija degani. CTR all 438, 348. Bu kreativlar vashi qiziq bo'lyapti odamlarga degani. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu videoni tagida olovlardan berib yuborsanglar, men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman kreativlarni va ularning skriptlarini. Unique outbound, ya'ni bu like kommentlarni ham hisoblasa, bu bilasizlar tugmani o'zini hisoblaydi. 411 ga 328. Bu ham vashi super natija. Visit rateimiz 86 ga 90 tildada qilingan. Va ko'rayotganinglarda saytga kirib tugmani bosish foizi 81-82%. Bizada shunaqa natija. Ko'rayotganinglarda 370 ta o'tgan. O saytga 450 ta odam kirsa, 370 tasi tugma bosib botga o'tib ketyapti. 1600 ta odam kirsa, 1300 tasi botga o'tib ketyapti. Shunaqa qilib bemalol metrikalar ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Ochig'i hook rate, hold rate, CTR meni vashi настроениямni ko'tarib yubordi. Agar sizlar ham shunaqa CTRlar qilmoqchi bo'lsanglar, xudo xolisa, meni YouTube kanalimga, Telegram kanalim, Instagramimga obuna bo'linglar. Xudo xolisa, bu bo'yicha zo'r informatsiya berib boraman. Video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolisa, keyingi videolarda ko'rishguncha